keladigan nikah meselesi, yaşlık baharımның yetilgen peytide mening ham beshimga keldi. Akşam tursa, oçam tulağım çıkmaydı o. Oçamga nim koptu, döpögüne opo, döpögüne. Kichik bol degan cho'nglarning ishiga aralashmaydigan, mani kiyib baqa. Chiroyli bo'ptimi? Sotib qopti, gul tikib qo'yibsizlar. Chiroyli bo'pti. Buni-chi sunnat to'yingda kiysa. Sunnat to'yimda jiq tuxum pishiribman degan tonglarg'u. Sunnat to'yimga nima ish choqqora qilmaysizlar? Oldirma. Tayyorligimiz bitmadi tehi. Sunnat to'yingda-chi jiq mehmon qishqiramiz. Sunnat to'yimda jiq mehmonlar kelsin degan yaxshi. Asta, asta. Ra'nani chaqirib chiqib to'yga birga boraylik. Qana deysa? Qodir Ra'nani to'yga chaqirmabdi. Bo'pti. Bizmi bormayli? Chaqirishni o chaqirgan. Biroq Ra'naning opisi, sen Amina Xaychamni demsa? Kerak yo'q. Buni chorasi o'ng'ay. Sen xotirjam bo'l.
Ben üzemem halta bunu. Ey, sen beni kütüp mişe turupluğun ne hazır çıkımın ha? Jirak dur ola, ner dur ola. Ner dur ola. Yolun içi ola. Ner dur ola, jirak dur ola. Amine Xaça, Rana bilen ikimizden savaklaşıp bir hatırsını kılıp, menin temteyligimni keçirin. Ben bir ciddi iş bilen kep kaldım. Tağamның tağısı ak oyletki Öztağ'ın körügüdün. Yıkılıp düşüp, put kolları, yüz gözleri kanığı boyulup yatıdı. Ben nemi kılışımını bilenmey, gangıraplı kaldım. 70 yaştan aşkan adamdı. Bu yakın etrafta doktor hanımı yok. Oy Xudayım. Eğer Rana'nın vakti bolsa, iğir köymey, doktorxanaga birge berip, keselning jarohatlarini tengishga yordamlashsa ekan. Bol kızım. Qarab turmay, berip o beçarının jarohatlarini ko'rib bakın. En yaxşısı doktorxanaga apırыңlar. To'g'ri, doktorxonaga apamsak bo'lmaydi, biroq kech qolamizmikin? Hey? Nimaga hangliqib qarab tursa? Bo'la. Doğru sandıqın qani? Aras. Doğru sandık qani? Doğru sandığı. Bu yerda ekan-ku. Qani mangayli. Bo'la, chapsan bol bola. Voy, erib qoldingizmi nima? Yetib keldik. Heliqi og'ir kishi qani? Ana turmandi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yo'ldosh sestra, siz mush og'riqqa obdan hamroh bo'lib, oldirmay mengib beringlar. Men oldin mang'ash turay, ya? To'xta. Birga mangayli. Ma'qul. Bo'ldi, sig'limag'in. Oppoq ukam, sig'limag'in. Sig'lima. Mavluda. Ranada. Keling, oppoq qiz. Mavluda, siz rostmi maktabdan chiqib ketdingizmi? Opam, qiz bol degan o'qishni nima qiladi deydi. Hozir nega maqdingiz? Cho'ng opam chaplab ketyapti-mi? Xo'sh. O kız kim o? Mavluda degan bichora qiz. Ma'limizni Danqibot Patamxon Vatvat uning o'gay onasi bo'ladi. Andaq bo'lsa, men o qizni uyning yenigicha opirib qo'yib, doğru sandıqni bizning uyga akirib, obdan bir yerga o'rlashtirib qo'yay. Qandaq deysiz, Malika alilari, ha? Yana chaqchaq qildirdi-ku. Bo'ldi, gap qilmadim. Sizlar meni yuringlar, men Qodirning to'yiga aqanlarli yetib boray. Shunday bo'lsin. Hurmatli shahzoda, hurmatli Malika alilari, ha? Qani, sarxosh. Biz bir-birimizni shuncha yaxshi ko'rishimiz. Lekin uning oila ahvoli qilayotgan kasbiy tufaylidan aramizda qora tutak paydo bo'lmoqda. Rana, Sofiya, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi. Yaxshi, kelinchak qani? O seni kamida ranjib qolib chaqqan kir.
Yaxshimisiz? Rana, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rana, keling. O'tirala. Ayşem, ben kechikib qoldim, meni kechir. Bak aldirash o'xshamamsa, kechikding o. Voy, medalyon bak ne chiroyli ekan bu. Qayerdan olding? Bu koni medalyon. Burundan tatib taqab kelyapman. Shundaqmidi? Ha, qizlar, hozir sandiq ochdi ekan. Bizda uchaylanib olsin deydi. Qizlar, hozir sandiq ochdi ekan. Bizda uchaylanib olsin deydi. Uchaylanib bordi ekanmiz. Qizlar, hozir sandiq ochdi ekan. Bizda uchaylanib olsin deydi. Shun kim bas bo'la? Ko'rsatib beringlarchi. Darmsan kestine, Sofiyani kestine. Ranani kestime. Rahmet. Bunu da. Mana bu kelin qizimizga tayyorlagan to'ylig'imiz har birlariga ko'rsatmoqchi. Mana bu Qizlar vakili keldi, qizlar vakili. Rana vakili keldi. Rana keldi. Qizlarning vakillarime yetib keldi. Endi mallarni ko'raylik. Pakistanning yog'lig'idan 3 dona, Sovetning Kashmir yog'lig'idan 1 dona. Mana bu aynak usta angliklari. Bir jup oltin halqa, bir jup oltin uzuk, 1 dona medalyon, Shanxayning esil mollaridan 2 kiyimlik. Shanxayning heleli yog'lig'idan 2 dona. Hangzhouning ishbak ilimidan 1 dona. Az bo'lsa qabul qilishala. To'yliqni tazimchi qoldiribdi. Xudam, to'ylig'imiz az bo'lsa qabul qilsizlar, kamyalarni to'liqlab olamiz. Voy, Rana qiz, siz ziyod ekansizmi? Rana, sizni qizlar saqlab turdi, mangayli. Yurib. Qizlarni sizga qilganimga beraylar. Kim to'yliqqa qarshilik berganda, albatta. Bu yigitning nima qaysigan pul oz emas ekan? Rana, voy, nim bo'ldim? Xafa qopsan-ku. Yura ketaylik. Qizlar, mashina chiqinglar. Marhamat, chiqinglar. Hey, to'xtanglar. Rostmi? Qizlar, qizning olqiz ko'ngilga bo'lmas, mashina chiqmaymiz. Yuringlar. Ayşem, yig'lama. Fatamxon. Sizlar berib bundaroq gap qilib baqsizlar. Bana narsalar bilan to'yni o'tkazib olsak, keyin undarog'idan bir jup ap beraylik. Yenge, bunday kunlarni qanday o'tkazasiz? Kelinni akib olsak, keyinchi yaxshi o'p ketamiz. Sizlarni nima ovora qildim? Bo'ladi, Qizlar, ishlar deydi, mashina chiqinglar. Chapdan mashina chiqing, chapdan. Sofiya, ranjimagin. Mening azroq ishim bordi. Sen ketavergin, biroq kechlik o'ldiriq cho'qim bag'ina. Ma'qul. Sofiya. Sofiya.
Bırak gelin. Nim bo'ldi? O sizni chaqirdi. Nega bordi ekanman? Burunqi joyga. Biroq bu yerda ishim tursa. Kashtunon bilan yigitning uyiga bilib borsangiz bo'ldi emasmi? Hamma bağına baş. Rana'nın keştik oturuş kıyıp gilersen. Ma'qul emsa. Sen maşına çıkınlar. May. Rana. Nemish to'ydan chiqib ketasiz? Undaq so'rla, menga yoqmadi. To'y bo'lgan bu qiz saboqdashingizmi? Ha. Tibbiy maktabda birga o'qigan. U hozir butunlay o'zgarib ketibdi. Ota-onasi uni mol o'rnida satsam shunga rozi bo'pti. Hozir jamiyatda mana shundaq ba'zi ota-onalar nomus qilmay qizlarning to'y ishini bir qitimliq soat sitiqqa aylantirib olgan. Men Qodirga ichinaman. Uning mukjib qolgan bichar opasiga ishim og'riydi. Rana. Sizning ko'nglingiz nima degan yaxshi? Men Qodir o'rnida sizga rahmat aytaman. Sizlarning elchi bizni uyga qachon kelmoqchi? Ati keladi. Ati Abduz akam opangiz qishiga 6-chi qatim bordi. Qaraganda opangiz meni saraliq muallim deb yaratmaması kerak. Yo'q. Men undaq o'ylamayman. Men opamga yana tushundiray. Siz xotirjam bo'ling. Menga ishoning. Bu kitobni singlim Urumchidan og'ish ketgan. Rahmat sizga. Singlingizga ham sizga rahmat. Shahzod bilan Malika bu yerda ekansan-ku. Meni tozim izlatdinglar. Endi keldingmi? Voy. Siz texchi uyga qaytmadingizmi? Men Mushu chaqqicha shu bichora yetim qizning ishi bilan bo'ldim. Aykelim, balani men ko'tara olay. Men Rana achingizni o'tir maktabda birga o'qigan saboqdoshi bo'laman. Bola bilan narsa keraklaringizni nima uyingizgacha olib beray, bo'lamdi? Rahmat sizga. Juring. U qiz chiqqicha men eshik oldida saqlab turdim. Aykelim. Voy. Aka, siz hech ketmabsiz-ku. Sizga yordamni deb saqlab turgandim. Bu ko'tirib olganingiz nima? Cho'ng opamga aytgan oq uni. Buni siz ko'tarib qo'ydimmi? Nima chiroyingiz qaqlar bu? Aykelim, menga bering. Men ko'tarib olay. Keyin siz bilan yana ko'risha olamanmi? Biz bir shaharda tursak, nima ish ko'rishamaymiz? Men avangard turli mallar magazinda purgazchik. Agar sizning bundan keyin biror ishingiz chiqib qolsa, meni shu yerdan izlasangiz bo'ladi. Men Eli. Rahmat. Eli aka. Shuning bilan mush vaqt bo'ldi. Eli, siz bir yaxshi ish qilibsiz. Men sizdan bek xushal bo'ldim. Bo'ldi. Juring, bizni uyga berib demalayli. Juring. Yo'lda sestra, sizmi uyga qaytmang. Sizdagi
Gitseniz doktorxonaga aparmoqchi emasmidingiz? Bo'ladi, hammamiz birga to'yga boraylik. Agar sen bormaydigan bo'lsang, Qodirdan qutlanmaysan-chi-mi? Jura. Ocho! Anvar! Apa! Bike bolam, bike. Rana ne ketdi? Birisi og'rib qapti-kan, doktorxonaga ketdi. Boyatın suqurlashdan bir adam qaytib ketdi-kan. Okam unadan bir parcha xatar atibdi. Sizga xo'sh xabarmi bor? Xo'sh xabar, o'ziga loyiq topgan o'xshamamdi. To'g'ri aytdingiz. Urumchida o'qiyotgan tanishgan saboqdash ekan. O'qishni bitirib, yozliq ta'tilda qaytib keldi-kan. Rostmi? Xudoyim shundoq bo'lsa ekan, bu yil uning to'yini qilsam, xeyli xotirjam bo'lib qolatdim. Sen chig'ingda ikki bolliq bo'lding. U texich bo'ytaq yuradi. Xetida bu yil to'y qilaman debdi. Bu rostulli xo'sh xabarga. Necha kundan beri sol qapig'im dika topmabdi ekan. Mushu xo'shalliq tatibdikmi deyman? Xo'shalliq. Hammaliyada to'y ustiga to'y. Bugun mushu yakshanbaning o'zi bilan 5 parcha to'y bag'ib topshirib oldim. Amin xo'ja, bugun sizlar ajoyib xo'shalliq. Voy, Patamxon, jinim xo'shnam. Mushu bolalarning xo'shalligi bo'lmamdi. Men birsini tepib, maslahatlashay deb turatdim. Kasla, birdan o'tirib chiqsizlar. Ma'qul, hozir chiqay. Mavlida, sen uxlagandan keyin tamoq qil. Birga chiqib ketmijimi, oldingmi yo'q? Ma'qul opa. Amin xo'ja, xo'shalliq degan kishini yoyritib o'tadi. Qarislar tilni chiroyli qo'yib qopla. Nima xo'shalliq bor? Kasla, o't tasla. Tog'imizning xizmati bo'lsa, sirtda, uyning hamma shukasining ziminlarida qo'limdan keladigan ish bo'lsa, hargizmi kuchimni oyimayman. Ra'noning aksi o'ziga loyiq debdi. To'yini bu yil yozli qilib yetayli deymiz. Rostmi? Ha. Talaylari tozimi o'ngdan ketdi. To'y deganni qancha tezroq qilsa, shuncha yaxshi. Bo'lmasa, borgancha ish ko'payib ketadi. Bugun Qodirning to'yi shuncha hashamatli to'y bo'ldi. Sazandilarni ko'p, qator turib ketgan mashinalar qo'y kola so'yibdi. So'g'i salommi oz emas. Biroq to'yni shuncha cho'ng qismi Oyshamning opsiyani rozi bo'lmabdinish. Voy xudoyim-ey. Mening nada 9'ini talqig'idek pulim bo'lsin. Anvar 17 yoshga kirib qoldi. Bu yil yoz uning sunnat to'yini qilsam bo'lmaydi. Ra'no qizning loyiqi bordi. Men sizdan hech narsani yo'shirmayman. Elchi 5 qatim keldi. Javob bermadik. Nimishqa? Cho'ng qizimizni hech bir o'ylashmaylar, kambag'al bir ishchiga beribdikanmiz. Endi Ra'noning topgan loyig'ini anglasak, oila ahvoli, xizmati hech qaysi jihatdan ko'ngildagidek emaskan. Eliqiz muallimi Yasin shumi ya? Siz uni tanamlar? Men uni obdan bilaman. Atidan kechgacha shaharlik qizlarning oqisini qatrab yuradigan u saroliqni kim bilmaydi deylar. Uzadi qandoqroq bola? Chiroy shakliga yomon emaskan. To'rtko'cha og'zidagi sharaf taxtasiga uning suratini chaplab qo'yibdi. Biroq Ra'noni undaq saroliqi hargiz dagili bo'lmaydi. Ra'no qiz chiroyli ham aqlli tursa, uni qo'l ilgida va obro'li oilaga to'y qilsa, andin yarishidi. To'g'ri aytdilar Patamxon. Men shundoq o'ylayman, shundoq. Biroq u ikkisining birlashganligini ko'rdim. Nima ko'rdilar? Qodirning to'yida. Birsiga o'xshatganlar. U bir kasalni doktorxonaga aketgan. Yo'q, ishonmisizlar, o'zi kelganda so'rab baqsizlar. Amin xo'ja. Anchalar xafa ketmisizlar. Bu zamonning bolalari bag'ancha cho'nglarning gap so'zlariga kirmaydigan bo'lib ketdi. Apa, u Ra'noning o'zining ishi, uni gapi quloqsanma. Qizim, uni yaxshi niyat bilan davatidi. Sen bugun qo'nib qol. Oqshomliqqa akangga xat yozib atgin.
tugidi. Kelinni ko'chirib, akvaldi. Endi sizlar damasanlar mı? Balam sizin neç günlü bir naydı cevap attınız. Siz mi öykürüp demeyin. Ma'qul. Bakma. Yaxshimisilar? Biz keldik. Qupsha. Marhamat. O'tir. Mening tibbiy maktabda birga o'qigan salohdoshim. Buni bir najab menga aytmabsiz-ku. Hunar. Handaqdagi adash bu. Nima qildigan-da? Ikimiz disko o'ynaylik. Kechiring, men disko o'ynayolmayman. Unda da tango o'ynaylik. Texnikumni tutagan qizmi bundaq taqtinchaq bo'ladi. Siz usulni qaltis yaxshi o'ynayotgansiz. Kasb usulchilarmi sizga tankilamaydi ekan. Bak aşırı ettiniz. Siz bilan tansi o'ynashning o'zi bir rohat ekan. Agar ikkimiz tanishib qolsak, men sizni hamma jihatdan rozi ham baxtli qila olaman. Yo'q, unda qilma. Men ranjib qolaman. Go'zalning ranjishimi go'zalda. Men unalg'ini o'chirib o'tay. Nima qilmoqchisan? Sharaf taqsisiga go'day ma'lum. Bu yoq sizning nimangiz bo'ladi ekan? Bu mening sevgilim. Biz qaytdik. Saralık akka. Ahire köygülüğümünü bir gözetmesen. Acha, Rana qaytib keldi. Apa, Acha, qachon kelganding? Apa,
mijozingizga yo'qmi nima? Gap qila. Men sening opangmi, emasmi? Naladagi gapni qilyapsiz? Ayta. Sen nalarga berib, kimlar bilan birga yurding? Yasin ikkimiz Qadirning to'yiga bordik. Mening gapimni anglamay, uning bilan uyoq-buyoqlar berib yursam, endi men el ichida qandaqmi yuzimni ko'tarib yuraman? Senda qizim yo'q. Singlim, sana Yasin'dan başka yigit tepilmedimi? Acha, sen bilmeysin. O hamma adamning hurmatiga sazovar bo'lgan yaxshi yigit. Men onu yaxshi ko'raman. O'tgan yili kuzda bir kuni doktorxonada meni Gumshe doktorxonasiga jiddiy dori olib berishga avatdi. Daryo bo'yiga kelsam, kelkin ko'rik buzib etibdi. Qizchaq. Nega bormoqchi edingiz? Yaxshimisiz? Gumshe doktorxonasiga dori ekitib ko'rikdan o'tamayapman. Sen to'xtab turing. Men bir amal qilib boqay. Bir azdan keyin yomg'ir to'xtadi. Shundoq qilib biz ma'lum joyga borg'icha birga maqdiq. Sizlar nega borsizlar? Bu bolani maktabga kitotaman. Bu bola palach kesilib olganmi? Shundoq. Ikki ishidlar shu kasal giribda bo'lgan. Sizlar haqiqatan kuyimchan akukalar ekansizlar. Yo'q, bu mening molimim. Maktabga ko'tirib olib o'qiyotgani 2 yil bo'ldi. Siz xeyli ko'n o'qituvchi ekansiz-da. Oliy maktabni bitirib kelib o'qituvchi bo'lgan. 6 yil bo'ldi. Qizchaq. Qaytish vaqtingizda cho'ng yo'l bilan meni ko'rikdan o'tsangizlar olib bekitib bor. Rahmat. Shu chog'da uning oliy fazilatli yigit ekanligini his qilgandim. Bu yil bahorning bir kuni atdiganda yaxshib qoldingizmi? Hey, oliy maktab o'quvchisi, yana o'rganishga kirishib ketibsiz-ku. Oldi bilan doringizni ichib oling. To'g'ri. Oldi bilan doringizni ichib oling. Yasin ma'lumsiz? Sestra qiz, sizmitingiz? O'ltiring. Ranada, menga har kuni kelib dars aytadigan Yasin ma'lum, mana mushu. Bu yaxshi ishni qilayotgan yanili sizkansizda. Yasin ma'lum, siz haqiqatan jafodan qo'rqmaydi ekansiz. Bu qiz bu yil o'tir maktabga imtihon bermoqchi edi. Shu darsini to'xtatib qo'ysa bo'lmaydi. Qandaq bolni ishdan chiqish vaqti bo'lib qolgandi. So'qirchay operatsiyasi tez saqiydi. Yana 2 kundan keyin bolni ishdan chiqsa bo'ladi. Sizlar tibbiy xodimlarning javobgarliginglarni aytimi ig'ir. Men sizlarga rahmat aytaman. Yo'q, undaq demang. O'qituvchi degan eng yaxshi bag'van, oliy sharafli xizmat. Tashqi kasallar operatsiyasi, bu kitobni sizmi ko'ryapsiz? Shundoq. Operatsiyaga oid soatlarni xabardor bo'lsam, navoda o'quvchilarimiz shundoq operatsiya qilinib qolsa, sizlarga moslashishga foydasi bo'lib qolar. Shuningdan buyon, u mening ma'lumim. Hammani yaxshi ko'radigan kishim bo'lib qoldi. Eliq o'quvchi doktorxonadan chiqqandan keyin men davomli maktabga berib, uning bilan ko'rishib turadigan bo'ldim.
Şundaq qilib, Rana o yigitni yaxshi ko'rib qapti. Bu gapchi u yaxshi yigit o'xshamamdi. Axir apamni ko'ndirsizlar. Inim hada. Qarab, qo'shib ketdinmi? Shaytondim. Kasla abdizga. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar, Ominaxon? Uy kirsizlar. Ha. Voy, patam ham sizmitiniz. Sizni saqlab qoldiratdim toza. Vaqtida keldingiz, kelib. Chaqqa kirib. Voy, rahatcha. Bağancha yoshirib chiroyli qilib ketib barlarjimi? Adamni qizil qilmay qo'yinglar. Bolalarimiz tinchlikmi? Qani, o'tiring, kelib. O'tiring. Voy. Nima degan esli kelam bu? Bozorda izlab topqilolmaydigan narsalar bu. Voy. Bu oliy sifatli chaynak-ku. Buni Shanghaydan aldırgan. Siz Shanghaynikini yaxshi ko'ramsiz, chet elnikini mi? Mana buni Shuhrat texi yaqinda Shanghaydan olib keldi. Bu chetdan kirgan mol. Voy, chetdan kirgan. Bekmi chiroyli ekan. Ko'ngil yiqpagan bo'lsa, opirib ishlatim men. Elim bu. Bunda qilsam bo'ladimi? Ay, biz degan tuqqan bo'lsak, bir chaynak degan qolishni nimiti deysiz? Qani choyga beqin. Elim. Qani choyga beqin. Patamxon, sizning yo'ldoshingiz Ominaxonlarga tuqqan kelamdi, qandaq? Shundaq. Mening yo'ldashim sizning yo'ldoshlari bilan ana bir ufquladim bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa bizni Ominaxonlarga tuqqan bo'lamiz-ku deyman, ha? Shundaq. Patamxon, bugun sizni bir maslahat ish bilan chaqirtgandim. O'g'lim Shuhratning Ominaxonning qizi Ra'noga ko'z tushib qoldi. Ha? Biz bilan qo'dug'imizda bu suvimizga kelayotganlarmi? Az emas. Shundaq. Biroq o'g'lim Shuhrat, o'sha Ra'no qizni olmasam, zori bo'lmaydi deb turib oldi, qaramamiz. Shuning sizni bir elchilik menga beramdikin degandim. Naytim yaxshi o'ylabsizlar. Sizlarga shundoq guldek chiroyli Ra'no qizni kelin bo'lishga loyiq. Ularning uyga heliq saraliq yosin degan nima elchi kirgizib oldi. Hey, undaq saraliqlar bizga tan kelalamdi. Agar men kerak deydigan bo'lsam, o'g'lim Shuhrat osmondagi oyni olaman desimi qo'li yetadi-da, ha? Shundaq. Ana, o'g'limni kelib qoldi. Hey, unda qilmang. Patamxoncha, dal vaqtida kelibsiz. Apa, sal turib Patamxonchamni mening hujramga boshlab kirgina. O'g'limning sizga deydigan gapi va o'xshaydi. Ma'qul kerak. Voy, Ra'no uni o'ziga qortib olgan o'xshaydi. Men bunaqa cho'qim kafolatli qilaman. Keyin qitim kelganingizda qizingizga bir jup oyoq olib beraman. Xotirjam bo'lsa, menga bunday ishni buyurishlari shu birinchi qitim emasmi? Mayada, ana. Patamxon, mana somki bilan yog'liqni elib eling. Keyin qitim sizni yana rozi qilaman. Elim,
Bu sonki bilen yağlık ne? Apır işitiyorum. Eğizge ağzılı yok mu bir nesler bu? Rahmet. Sizge köp rahmet. Oy. Şöhret, ben geldim. Kelam, oturun. Pul degan, mana turibdi. Men butun sharni zil-ziliga sag'idek to'y qilmasam hisob emas. Siz faqat Ranani qo'lga keltirib bersingizlar, nima deysiz shuni berma. Meni qo'lini ralla birlashma do'konning mol setib olg'isi deb kichikman. Men texi aeroplan bilan Beijing, Shanxay, Guangzhouga berib, cho'ng savdolarni qilaman. Men qo'limni shundoq bir qimirlasam, necha 100 ming ko'y u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Mening Ranani yoqtirib qolganligimni Rana o'zi uchun cho'ng baxt deb bilsa bo'ladi. Shunda, bu Rana'nın baxti. Oturun. Mana buni hozircha ishlatkach turing. Oy. Güzellik öyle ki. Sorgun kam degen yigeme koyduk. Bu yigeme koyduk yiyagaydı. Çaydı iş oldu da. Hazırının özü bile 250 koy kolga kirdi. Eğer toy işi emelge eşik kalsa yani kaç pul kolga kirdi ekin. Ata, ukam uxlab qoldi. Ma, çıkıp karıtığı yatkızıp koy. Hey, ma. Çakkan çıkıp kirlerini jiber. Bu işten çatak yeri, o bir saralıkta yaş görüp kaldı. Konda kılımız. Onun ilacısını mı kılırız? Onun oksi toyu kılmakçı. İnsanın sünnet toyunu kılmakçı. Ulanın hemizki pul gerek, pul. Andan olsa, şöyle pulu bilen saralık koydurur çıkarım. Doğru. Ben hazırlı ulanın öyle çıkıp, onu söylen sözleşeyim. Opamıza kişinin ışık çivin sanmakçı boptu da. O kimnin ailesidir? Ulanın elçisiga apam ma'qul boptu. Belli, ma gapni. Apangizga ma'qul bo'pti. O'zingizchi? Biz o'z ixtiyorligimiz bilan birlikka kelishgan. Nihoyat yaxshi bo'pti. Xudo qo'shgan bir juftlar degan. Mana shu. Sizlarga baxt tilayman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Biringlar muallim, biringlar sestra. Men sizlarning ko'ni qoidalarni buzib tashlab, oddiy sodda to'y qilishda yoshlarga ulgu bo'lishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Xotirjam bo'ling. Biz cho'qim siz degandek qilamiz. Mangayli. İşten keyin ishlamsiz? Yo'q, menga bugun bir kunlik ruxsat bergan. Sizchi? Menga bir kunlik ruxsat bergan. Bugungi bu baxtli minutlarni qanday o'tkazamiz? Rana, ot minishni bilamsiz? Chini qishq chiqqanda o'rgangandim. Sizchi? Men yezida kichigimdan ot minib o'rgangan. Andaq bo'lsa, ikki ot topaylik. Yiroq joylarga berib, sayli qilaylik.
Qandaq Melike, Koni qal'aga hujum qilamdi. Buyruqlarga tayyorman, shahzoda. Mana bu bizning uyimiz. Qani, marhamat, hurmatli Malikam. Tazımı chiroyliqkan. Ha, juring. Mening bu uyimda ikkimizdan boshqa hech qanday zibu-zinnat yo'q. Yo'q. Men arzu qilgan hamma narsalar bor ekan. Men Yasinning uydan kelgan elchiga ma'qul deb qo'yibdimi qarsizlar? Ular bir-birini yoqtirib kelishibdi emasmi? Voy, o'ydig'in. Rasmiy nikoh qilganlarmi ajrashib ketadi-ku. Ma'qul deb qo'yganda yondirishga bo'lmandi ekan. U Yasin degan bir nima hech nimasi yo'q saraliq bir gadoy tursa, qaysi pulga to'y qila oladi? Shuhratning oilasi bo'lsa, tegi takdidim boy. O'zi maoshliq, uning uyida yo'g'on bir chamadonda liq puli bakin emasmi? Uning ustiga Ra'no qizning oksi bilan inisining to'y ishini o'zim qilib beraman deydi. Fatimxon, Ra'no gap anglamaydigan bola bo'ldi. Amina xocha, men o'z bo'g'ach butun oilalarining g'amini yeb shundoq qilyapman. Shuhratning Ra'noni yoqtirib qolganlik sizlarga kelgan bir omad. Hozir jamoatchilikdagi ishlar o'zlariga ayon. O'tgan Habibaning to'yini yarim yo'lda o'tkazib qo'yib, hozir xalqning og'zida so'z cho'chak bo'ldi. Endi Ra'noni quruq qil saraliqqa berevasizlar. Qandoq bo'ladi? Endi qandoqmi qilamiz? O'zlari yaxshiroq o'ylab baqsizlar. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Qandoq bo'lsa, Yasin degan bolaning chayini qaytarib kelib bo'ladimi? Bu tasrak ish. Biroq sizlar to'yliqni eg'irroq taslar. Ular cho'ng qilishga maqdir yetmagandan keyin o'zlari yanmay hech amal yo'q. Sizlar deb baqsizlar, men to'yliqni qanchalik salsam bo'la? Mana bu taqtimgilli to'y bo'lgan Oyshamning to'yliq mollarining tizimligi ekan. Yasin bunchalar to'yliq qilishga pul chiqara olamdi. Menmi shu tizimlik bo'yicha to'yliq solay. Endi buni Ra'noga qanday deymiz? Bolalarning ishiga ota-onalar igdorchilik qiladi. To'yni tezroq qilaversaklar ish bitadi emasmi? Shundaqdimi, texmi o'ngishlik bo'lsin uchun biz Ra'noni yiroq bir joyga avatib etaylik. Ondan shu fursatdan foydalanib biz Yasinni to'yliqqa qistaylik. Fatimxon, bu tizimlikni kim opritasi bo'lar? Men opritamandim, shundoq qizlar. Voy, mana. Rahmat. Nolqishlardan qadaqlana. Asta.
Boldu qıyqqılın, öyge yıqılışıp qaldık. Ät işten düşüp, muçu ýerde uçurşaýly. Abla akamga eýtip goýun, bizning işimizi tezrak tutuş kılsın. Makul. Hoş. Çıkış. Yasin. Meni tanıdın mı? Nemi qılmakçısan? Anlap koy. Rana allagaçan meni ilkim git. Nomussuz. Yolunu başa. Bu yakından beri köp çap atat. Şunlaşta optan bir kütüp koyaylı. Nemi qarap dursa? Çıksa! Sen yana muşundaq çataq çıkarılsa yok. Ya, yok. Xuda bir qo'sh qilimdilar. Yo'q, ketira. Nisa, chapsa. Apa, nimiş oldu? Çoğun apandan xat geldi. O qattiq ağırıp qaptı. Rasma? Biçer çoğun apam bana pek mamıraktı. Biçer çoğun apan, seni bir kösem depti. Sen berip çoğun apanını körüp gelgin. Makul, men derhal baray. Şunda kızım jenim balam. Men tonuşlar arkalık, oyrup ulan belti ep koydum. Äti ep degen uçu deken. Kechikip kalsan bolmaydı cumu?
tas yaxshi bo'pti. Biroq doktorxonaning ishini doktorxonaning boshliqlariga men aytib qo'ydim. Bizning haliqi ishimiz. Sen ketavergin. Bu yerdagi ishlarga men bor. Cho'ng opangning og'rig'i eg'irlashib qolsa, oqingda yetib borman. Ma'qul, men tez mangay. Bichar cho'ng opam. Mushundaq paytda u qiz bu yerdan ketishga unami? Uni O'rinchidagi cho'ng opasi beqib cho'ng qilgan. Cho'ng opasining og'rib qolganligi xabarini anglabla, hech nima qaramay menga hozirlandi. El qisaralıqçı. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Ishongan tog'da kiyik yatmabdi deb. Qizning nomida yozilgan shuncha ko'p to'yliqni ko'rib, cho'qqim ko'ngli so'yib to'ydim voz kechidi. Uning ustiga qizi uyda yo'q. Biz mushu paytda qo'l soldikmi? Bo'ldi. Ular ovozini chiqarolmaylar, shu joydalar hep qoladi. Xotirjam bo'lsa, qiz ketishdan tam ishimizni boshlab o'tamiz, ha? Malida! Bugun tushdan keyin bir ayol Ra'noning onasi evatdi deb ketgan. O bir patman narsa yozilgan bir tizimlikni ko'tarib ketdi. Mana bunga yozilgan narsalarning hammasini o'g'imdan qoldirmay olib beringlar deydi. Yo'q. Bu Ra'noning ro'yi bilan bo'lgan ish emas. Hey, şu bir gidiyorlar. Baden şüphe. Gidiyorlar. Baden şüphe. Baden şüphe. Dada. Ey juvaynimek, ettigen sütü çıkıp ketkendim. Müşvaq yemiş kıldın. Bizden etken çay içidiganlıkımızdan uqmamsan, ha? Hey, Qadir. Yasin? Ne ketotsa? Og'rib qoldingmi? Yo'q. Opam og'rib qolgandi. Ra'noni izlab borsam uyda yo'q ekan. Doktorxonadamikin? Bo'ldi, doktorxonaga borma. Ra'no biga ruxsat so'rabdi. Opamni nimishqa doktorxonaga kelmaysa? Opamning mang'ida kali yo'q. O'zim yolg'izlik qildim. Uning ustiga uyda yana buvon bor. Oyshamchu. Hey, uning gapini qilma. Ketdi. Nega? Opisniki ketdi. Ajrashiman deydi. Nimishqa? U uyga kelgandan keyin bizni kambag'alkan, qarzi ko'pkanda qopig'i zodil ichilmadi. Uning ustiga opammi kasal bo'lib yetib qoldi. Qodirning maaşı chiqqandan keyin qarzining yerimini jazman berib o'tamiz. Yakshanba kuni bo'ladigan to'ylarga bir nechadan baqa qavatibdi. Shuning pul kerak bo'lib kelib edim. Bo'lmasa mayli. Men ketay. Ha. Xo'shamsa, bo'lib turib qasla. Qari sulat kaslar, Qodirning maaşı chiqsin deydi ekan. Birini Qodirning qanchalik maaşı chiqadiganligini bilmamdikin, ha? Bu bekatlatlarning hammasini men baqandim. Men nima degan bitalay? Uncha bular xafa bo'lib ketmislar bolam. Sizlarning to'yinglarni qilamiz deb qarzdor bo'lib qoldik. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Bo'ldi-la. Oxirgi bir nima qarz supurga o'xshaysizlar. Bu uydan bozroq ketganim yaxshi. Hozir bir qalamda aytgan o'xshaymi? Nurmil deb qo'shla, ketinmasin. Shunda qilib ketib qoldi. Bunda xotinning baldiroq ketgani yaxshi. Ata opangni cho'qim doktorxonaga olib borgin. Ma'qul. Do'stim, sen yana qarzdor bo'lib shunigin. Buni oz-ozim yana hisob qo'y. Buni Bo'ldi.
Yeni qısap qoy. Ət yekşembe doktorxanaga berip apağını yoxlayma. Rahmet sana. Andaqsa ben kettim. Şunu mu toy degini bulamdı? Ahbet degen şöyle. Rananim üçün bugün üydü mü yok? Doktorxanada mı yok? O zade ne ketkendi? Puzu yok. Koçkamlık diye şurada. Rast tazımı az ekepti. Kaytırıp sizler. Şunda olsun. Bir barba çoğulma. Hem de o. Çiğini kaytırıp etsek yola. Gelmegen koyuğan. Kaytırıp Ekiledi. Ekiledi. Şurada ekilgenmez küçükünü tutsa. Kaytırıp eteyli. Dan kullan. Çakır kaytıraylı. Tısla. Tısla. Şunun anısı toyunu kamergan bolup deydi. Sana kaytırıp gidiyorlar. Bu kandak gap. Kız bilen jigit allaqachon toy qaytini ap qo'ygan tursa. Toy qilganlarni ajrashidiku. Toy hit ağamız nim bo'pti. Sizlar tizimlashdikin to'liq akamagandiki, biz bu to'yni qilmaymiz. Buni Rana yasan qaytirib berib eting deb menga topshirgandi. Buni og'ach keting. Men Ranani tepib ko'rishib baqay. Eyipki buyurmaysiz. Siz yazsın o. Şundaq. Sizni tanıyman. Nima ishingiz bordi? Adam qacha. Men Rana bilan ko'rishmoqchi edim. Siz tek toy qilmay turibla, koladek isib kiraveramsiz. Adab qoida deganni uqmamsiz, ha? Siz oshi bir tutam to'ylig'ingiz bilan Rana bilan to'y qilmoqchimi texi? Rana sizning oshi bir tutam to'ylig'ingizni ko'rib, nomusdan o'layli deb qoldi. Sizning g'aziyligingizni allaqachon qaytirib etgan. Endi umidingizni uzing. O saralıqның toy işini manmışның bilan şamalga uçurup etdik. Onun toy işi manmışның bilan tugidi. Endi şölenning yüzügili kaldı. Ma. Şunda qılaylı. Cüslə. Qanesi basla. Cüslə. Opa! Ufkanның kızıl zatengizi üstten geçip ketip suya kısıp ketti. Üstten geçip ketip. Ne dedim? Kızıl bettinge. Uççu oynamak. Bunu kim etbergelikini bilemsen? Hep senin etberini beğenmişsin. Mevzude.
Ali aka, derhal telefon verip Rana'dan aytip koyun. Çakara koyup gelsin. Ayak neyleme? Yasinkan'ın ula kovulup etti. Şöhret Rana'dan almakçı buluyordu. Nima? Bu yak kelana zadi neymiş? Kaydırımız. Kelinni. Eki olduk. Kahresini. Kaydırımız. Apa! 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 Ha, bu ishqi shuhrat qo'l tutdi. Ha? Eliq shuhratchi. Nima? Cho'ng opingiz kasal emasmikan? Ular sizni aldabdi. Ular hozir jiddiy to'yga tayyorlik qilyapti. Siz qaytib kelishlarda to'y qilmoqchi ekan. Siz qachon kelasiz? Ha? Nima? Nima? Men ishqi tayyorlayaptimi? Qachondan aeroplani? Bugun tushdan keyin? Bo'ladi. Men cho'qim aerodromga oldingizga chiqaman. Ha? Bo'ladi. Ma'qul. Ha, shunda qo'ysin. Bo'ladi. Ha. Ma'qul. Ha. Ma'qul. Seyirni, öydeki bir nekti koyni, işleme eynekni, gilemni, bağdaki meyvelerini satsak, yetmegen yerige kulum koştuladın qarzap bosumu, tizimliktikini toluqlusak, sile yeni bir berip bakamla. Şunda kıygandım o, tel kılanmaymiz. Ulanın nefsi bekmi çoğ. Teki çalıdın ikkini soysuğun devatmam. Fakat bonuganda öyni sataylı. Bunda qilishqi bo'lamdi ekan. Uy makonini setivetsek, nerede o'ltirib kun ko'chirmiz. Menimcha bu to'yni qilmayli. Yosin kelgandikin nasihat qil. Ata qiz bilan birga yurib, to'y xidmini qaytarasin. Siz? Ben sizni ilah kuvanacaktı kütüp atqılı. Bir neçə gün oldu. Şundaqdımı, xalığanca uy kirmisiniz bo'laddi. Nemish